Birinchi qo'l ustani o'zidan yumshoq mebellari, narxlari, razmerlari barchasini batafsil yoritib beramiz. Qani bo'lmasam, ustagamiz bilan boshladik. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Belinglar shunday. Hop, bu uголокlar qanaqa ekan? High-tech modelimiz. Razmerlari 430 ga 230 bo'lib chiqadi. O'rtadagi xona 275 ga 90 sm bo'ladi. 3 ta katta pufiylar bo'ladi. 80 sm ga 53 sm da chiqadi. Xo'sh, materiallari qanaqa? Materiallarimiz bu teddy materialdan bu. Buni ham yuvib tozalasa bo'laveradi. Bularimiz bor, moshi materiallarimiz bor. Bularda ham razmeri xuddi shu holatda. Razmerlari bir xil, ha? Razmerlari bir xil. Razmerga tayyorlab ham beriladimi? Misolgalik Albatta. sal kichikroq yoki kattaroq xonalar har xil bo'lishi mumkin-da. Uylariga mos qilib berilaveradi, xudo xolasa. Xo'p, buni materiali moshi, ha? Moshi materialdan. Hop, machalkalarimiz 25 plot, 28 plot, o'rtalari pampers prujnadan bo'ladi. Bitta o'tirib ko'rsatib berasiz. Qanchalik yumshoqlik holat, o'rnash holatlari. Ideal holatda, xudo xolasa. Buni narxlari qancha chiqadi? Narxlari hop 5,5 million vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraveramiz. Rangi o'zgarsa, narxi bir xil chiqadi yoki bir xil o'zgaradi? chiqaveradi rangi o'zgarsa. Teddy material bo'lsa-chi? Teddy material bo'lsa, hop 5 million 700 mingga chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Hop, keyin orqalari ham o'zining material degan. Orqalari ham o'zining materialidan, orqalarida ham do'pilari bor, mustahkam, yonlari dispi, hamma yeri jejeydi, xudo xolasa. Hop, 5,5 million so'mdan. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarichi? O'zbekiston bo'ylab dastavkalari kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Xudo xolasa. Bo'ldi, shu ustakamizni telefon nomerlarini aytib borasiz? Hop, 33lik 052 79 79. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, mebelchilik sanoat zonasida. Kimga qiziq bo'lsa, yumshoq mebellar bor, stollar bor yoki so'rilar, har xil holatda mebellar bor. Kelgan odamni ishi bitib ketadi, bemalol. Ko'hniy mebel deydimi, detskiy yoki yakka shkaflarmi, har qanaqa holatda yoki yakka divanlar hammasidan bor. Kimga qiziq bo'lsa, shu Farg'ona viloyati Bo'yda tumani mebelchilik sanoat zonasiga tashrif buyuraveradi. Ustakalarimizni o'zlaridan barchasi. Salomat bo'lasiz. Xizmatdamiz, xudo xolasa.